Otasi, siz nega o'tiribsiz? Axir mahallada katta bayram bo'layotgan bo'lsa, hali zamon mehmonlar kelib qoladi. Navro'z bayrami-ku. Navro'z mehr-oqibat va ezgulik ayyomi. Lekin shunaqa ulug' ayyomda ikki farzandim bir-biri bilan arazlashib gaplashmasa, yuragimga qanaqa bayram sinadi? Jon otasi, bunchalik kuyinmang. Tobingiz qochib qoladi axir. Aka-ukaning o'rtasidagina bo'larmidi? Bugun ham yarashib olishadi. Esim qursin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ukamdan gaplashaymi? Kelarkanmi o'zi? Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Voy bolalarim, keldinglarmi? Tez kiyiminglarni almashtiringlar. Yaxshimisan? Tuzukmisan? Bugun mahallamizda katta bayram, Navro'z. Tezroq bo'la qolinglar. Tez chiqinglar. Bolalarim, men bugun sizlarga bir gapni aytmoqchiman. Otam shunday degan edi. Bayram dasturxonda emas, inson bir-birini hurmat qilgan joyda bo'ladi. Men sizlarga boylik qoldirmayman. Bir-biringlarga hurmat qoladi. Sizlar bir-biringni yo'qotsangiz, butun yashagan umrim zoya ketadi axir. Aka, meni kechiring. Bugun shunday bayramda arazlashib yurmaylik. Ota, siz ham kechiring. Men ham ko'p o'yladim, lekin birinchi bo'lib qadam tashlay olmayotgan edim. Ota, kechiring. Navro'z bu ezgulik, mehr-oqibat ayyomi. Insonni ulug'laydigan bayram. Bugun sizlar yarashsangiz, mana men uchun eng katta bayram. Aka, kechiring endi. Aytdim-ki sizga, yarashib olishadi deb. O'zimni pahlavon o'g'lim. Navro'z tabiatning uyg'onishi emas, insonlar qalbining uyg'onishidir. Kechirim bor joyda mehr bor, mehr bor joyda inson qadri bor. Demak, Navro'zni ulug'lash insonni ulug'lashdir. Ketdik hammamiz Navro'z sayliga. Ketdik. Navro'z kelib on jumla jahon nozlana nozlana nozlanajakdir.